To'lovlarni onlayn tarzda amalga oshirmoqchimisiz? Yoki hisoblagich ko'rsatkichlarini masofadan turib yubormoqchimisiz? Balki ichimlik suvidan qarzingiz bor yoki yo'qligini bilmoqchidirsiz. Bularning barchasini shaxsiy kabinet orqali amalga oshirish mumkin. Shaxsiy kabinetda ro'yxatdan o'tish uchun kabinet.uzsuv.uz saytiga kiring. Saytga shaxsiy hisob raqamingizni yozing va tizimga biriktirilgan mobil telefon raqamiga kelgan kodni kiriting. Tabriklaymiz, siz shaxsiy kabinetdasiz. Abonent kartasi bo'limida siz shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rishingiz mumkin. Hisoblagichlar bo'limiga kirib esa amalga oshirilgan hisob-kitoblar to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. To'lovlar tarixi bilan tanishish uchun esa to'lovlar bo'limiga kiring. Bundan tashqari siz shaxsiy kabinet va UzSuvBot Telegram boti orqali masofadan turib hisoblagich ko'rsatkichlarini yuborishingiz, PayMe, UPay, Oson, Click, Uzum kabi elektron to'lov tizimlari orqali to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Hurmatli iste'molchilar, foydalanilgan ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari uchun har oyning 10-sanasiga qadar 100% oldindan haq to'lashni hamda suv hisoblagichining ko'rsatkichlarini har oyning 25-sanasiga qadar suv ta'minoti korxonasiga taqdim etishni unutmang. Shaxsiy kabinetga kirishda muammoga duch kelsangiz 1255 qisqa raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.